Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli mo'min musulmon birodarlar, biz siz bilan Fatvo markazimiz tomonidan tayyorlangan ixtilofli masalalar yechimi kitobi asosida ba'zi bir ixtilofli masalalarni ilmiy yechimlarini topishga harakat qilamiz. Bugungi mavzuimiz namozda qo'l bog'lash masalasi bo'ladi. Bizda Hanafiy fiqhimizda hamma mo'tabar kitoblarimizda namozga tik turgan kishi, demak, o'ng qo'lini chap qo'li ustiga qo'yib, kindigi ostida ushlaydi. Mana shu amal sunnat hisoblanadi namozda. Agar buni tark qilsa, bu tarki sunnat bo'ladi, ya'ni makruhlik paydo bo'ladi. Mana shu masalada demak bizning fiqhiy kitoblarimizda hammasida bu yakdil aytilgan masala, bunda ixtilof yo'q. Buni dalillari bizga Imom Buxoriy bobomizni ustozlari Ibn Abi Shayba rahmatullohi alayhi kitoblarida, musannaf kitoblarida keltirilgan Alqama ibn Voil ibn Hujrdan rivoyat qilinadi. Ya'ni Alqama ibn Voil otalari Voil ibn Hujrdan rivoyat qiladiki, u kishi aytadilar: "Ra'aytun nabiyya sallallohu alayhi va sallam waza'a yaminahu ala shimalihi fi salavati tahta surra." U kishi Voil ibn Hujr radhiyallohu anhu sahobiy aytadilarki, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rdimki, qo'llarini o'ng qo'llarini chap qo'li ustiga qo'yib, kindigi ostida ushladilar degan hadis sharifda aytadilar. Demak, bu sahobiy payg'ambarimiz alayhisalomdan ko'rgan narsasini bizga rivoyat qilib beryaptilar. Yana boshqa bir hadis sharifda Imom Bayhaqiy va Imom Doraqutniylar rivoyat qilgan hadis sharifda Ali roziyallohu anhu aytadilar: "Inna min sunnati solati va z'ul yamini ala shimali tahta surra." Namozning sunnatlaridan biri o'ng qo'lni chap qo'liga ustiga qo'yib, kindigi ostida ushlashdir, deydilar. Hazrati Ali roziyallohu anhuni namozning sunnatidandir deyishlari, ya'ni sunnat degan so'zni mutlaq ishlatishlaridan ma'lum bo'ladiki, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitilgan, ko'rilgan, ya'ni u payg'ambarimiz alayhissalomga bog'langan hadis, marfu hadis deyiladi. Shu hadis hukmida bo'ladi. Yana boshqa hadislar ham bor bu mavzuda. Misol uchun Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda xuddi shunday ma'nodagi hadis keladi. Bu Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Akhzul akuffi alal akuffi fi solati tahta surra. Ya'ni qo'lni kaftni kaft ustiga qo'yib, kindik ostida ushlash namozda sunnatdan biri degan ma'noda keladi. Yana boshqa bir hadis sharifda Hazrat Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar buni ham. As-sunnatu waz'ul kaffi 'alal kaffi fi solati tahta surra. Qo'lni o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yib, namozda kindik ostida ushlash sunnatdir, deydilar. Demak, Hanafiy faqihlarimiz, mujtahidlarimiz har bir aytgan gaplariga asos bor, dalil bor. Mana biz ham hozir bitta namozdagi sunnat amalga kamida 4 ta hadisdan dalil keltirganlar. Bu hadislarda zaif deya olmaymiz, chunki Imom Ahmadni kitoblarida keltirilgan hadislar ham bor. Agar hadis Musnad Ahmadda kelsa, boshqa musnadlarga hojat yo'q. Shunday qilib, ushbu hadis hasan darajasidan tushmaydi deb E'lol Sunan kitobida aytiladi. Ya'ni bu hadis shariflarni zaif deb bo'lmaydi, bular o'sha hasan darajasidagi sahih hadislar darajasiga qo'shiladi. Endi ba'zi bir masjidlarimizda biz ko'radigan holatlar bor. Ba'zi namozxonlar qo'llarini turli joylarda ushlashamiz. Ba'zilar ko'krak ustida, ba'zilar bunday holatda, ba'zilar bunday holatda, ba'zilar bunday holatda ushlaydi. Ya'ni bizda Hanafiy mazhabimizga xilof holatda. Endi biz bilamiz, bizdan boshqa mazhablarda, masalan, Imom Malikning mazhablarida qo'lni tushirib o'qishadi ular. Imom Shofiyda yo kindikni ustiga qo'yadi, yo ko'krakni ustiga qo'yadi Imom Shofiy mazhabida. Imom Ahmad rahmatullohi alayhi mazhablarida yo bizning mazhabga o'xshab kindik ostiga qo'yadilar. Ikkita ularda ham fatvo bor ekan, yoki ular Imom Shofiyga o'xshab ko'krak ustiga qo'yishadi.
Demak, mazhablar o'rtasida turlichalik bor. U mazhablarda ham o'zlarining hadislaridan dalillari bor. Bunda hech qanday muammo yo'q. Har bir mazhab ergashuvchisi o'zini mazhabiga amal qilib ketaveradi. Misol uchun, ikkita haramda, ya'ni Makka Mukarrama, Madina Munavvara kabi muborak joylarga borganimizda ko'ramiz. Hamma mazhab ergashuvchilari bo'lganda, u yerda hech kimga inkor qilmaydi. Bu g'ayritabiiy tuyulmaydi. Chunki dunyodan musulmonlar keladi, ular turli mazhablarga ko'ra amal qilib ketaveradi. Lekin ming yillardan beri bizni Hanafiy mazhabga ergashib kelayotgan bizni yurtlarda bu ishlar g'ayritabiiy ko'rinadi. Tabiiyki, keksa avlod vakillariga bu narsalar g'ayritabiiy tuyuladi. Agar ular Shofiy mazhabida bo'lsa, to'liq yo boshqa mazhablar bo'lsa, hech qanday muammo yo'q, o'zini mazhabiga amal qilyapti. Lekin ular Shofiy emasligini ham bilamiz. Agar bu narsa o'sha umumiy jamoatga, katta jamoatga xilof qilish, mazhabsizlikdan kelib chiqayotgan bo'lsa, bu juda ham katta xatar hisoblanadi. Chunki mazhabsizlik dinsizlikka olib boradigan yo'l hisoblanadi. Nima uchun? Chunki insonning nafsi doim o'ziga yengillik xohlaydi. Rohat xohlaydi, farog'at xohlaydi. Bugun qaysidir bir kitobdan bitta hadisni o'qib o'ziga xulosa chiqargan odam ertaga nikoh masalalarida, oila masalalarida, boshqa halol harom masalalarda yengillik izlab har joydan olishi mumkin. Bir mazhabga ergashmagandan keyin u xuddi bir erkin qushday gap, ya'ni xohlagan joydan xohlagan narsasini olishi mumkin. Bu borib o'sha mo'min musulmonlik mas'uliyatini bo'ynidan olib tashlash hisoblanadi. Shuning uchun o'zi bu aslida sunnat bo'lgan ish uchun janjal chiqarish, bu harom ishga olib boradigan narsa hisoblanadi. Yuqorida aytganimizdek, keksa avlod vakillari tabiiyki savol beradi. Ular o'sha savolga javob berishda beodoblik bilan birga o'sha odamlar jaholatda ayblash ham qo'shiladi. Ya'ni sizlar bilmaysizlar, hadisga amal qilmaysizlar degan gaplarni gapiradi. Aslida har bir qilinayotgan amallarimizning ostida dalillar bor, hadislar bor. Uni to'g'ri keksa avlod vakillari bilmasligi mumkin, lekin uni ulamolar, olimlar uni isbotlab kitoblarga yozib ketishgan. Shuning uchun tavsiyamiz, ming yillardan beri Hanafiy mazhabiga amal qilinib kelayotgan masjidlarda, yurtlarda, xususan bizning yurtlarda o'zlaricha bir hukm olgan amallar bilan ixtilof chiqarish, jamoatga xilof qilish, jamoatni bilmasligida, johiliyatda ayblash juda ham katta bu xatar hisoblanadi, noto'g'ri hisoblanadi. O'sha yerda bir-birini yomon ko'rish, bir-birini haqoratlash, bir-birini bo'g'zi adovat ikkita musulmon o'rtasida bo'g'zi adovat keltirib chiqarish bir sunnat amal ustida bu harom ishga olib borgani uchun juda katta gunoh hisoblanadi. Shuning uchun keling shu ixtilofdan saqlanaylik. Mana shu biz qilayotgan namozimizda, Hanafiy mazhabi bo'yicha o'qiyotgan namozimizda har bir harakatini dalillari bor, isbotlari bor. Uni o'qib o'rganish kerak, shunga amal qilish kerak, ixtilofdan qochish kerak. Vallohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.